Minecraft olamlari juda yolg'iz bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga uy hayvonlari kerak. Bu videoda Minecraft 1.21 uchun to'liq uy hayvonlar. Birinchidan Minecraft mushuk. O'yindagi mushukning 11 ta varianti bor. Ko'pchilik mushuklar turlari qishloqlarda paydo bo'ladi. Har 4 ta to'shak va 4 ta qishloq uchun bitta mushuk. Lekin qora mushuk varianti faqat to'liq oyda qishloqlarda yoki botqoqlarda jodugar kulbalarda topiladi. Mushuk odatda o'yinchilardan juda qo'rqishadi va yaqinlashganda tez yugurib ketishadi. Uni qo'lga olish uchun bir necha dona xom baliq yoki losos oling va mushukka yaqinlashganda yashirincha harakatlaning. Juda sekin yuring. Mushuk sizga yetarlicha yaqinlashganda unga baliq bering. Bu biroz sinov va xato bo'ladi. Qo'lga olingandan keyin mushuk bo'yniga yoqiladi. Uni istalgan rangga bo'yashingiz mumkin. U sizni kuzatib yuradi. Lekin yuz tugmasi bilan uni o'tirishga majburlashingiz mumkin. Shunda u joyida qoladi va umuman harakatlanmaydi. Tunda o'tirmagan mushuk yonida uxlasangiz, u siz bilan uxlaydi. Uyg'onganingizda 70% ehtimol bilan mushuk sizga sovg'a beradi. Mushuk yiqilish zarbidan butunlay himoyalangan. Creeper hamda fantomlarni pichirlashi bilan qo'rqitib yuboradi. Bu juda zo'r. Agar mushuk jarohatlangan bo'lsa, unga xom baliq bersangiz tuzaladi. To'liq sog'ligida mushuk ovqat bersangiz, u sevgi rejimiga o'tadi. Ikki turgan qo'lga olingan mushuk sevgi rejimida bo'lsa, ular kim mushukcha yaratadi. Kattargan mushukni o'ldirsangiz faqat ip tushadi. Shuning uchun bunga hojat yo'q. Endi bo'lsa, ot, eshak va xachir. Bu uchtasini bir guruhga qo'yaman, chunki ular qo'lga olish munosabati deyarli bir xil. Ot va eshaklarni tekislik plains va savannalardan topasiz. Otlar ba'zan qishloqlarda ham paydo bo'ladi. Otning juda ko'p rang va variantlari bor. Ot yoki eshakni qo'lga olish uchun qo'lingizda hech narsa bo'lmagan holda yuz tugmasi bilan ularni bosing. Sizni orqaga tepadi, lekin davom ettirsangiz ularda yurakcha chiqarib qo'lga olinganingizni bildiradi va endi sizga dushman bo'lmaydi. Ot yoki eshakni tezroq qo'lga olish uchun oldindan olma yoki bug'doy bering. Qo'lga olinganni ot va eshakni faqat egar bilan minib yurishingiz mumkin. Egarni qo'lingizga olib yuz qiling yoki Snake Plus 100 bilan inventorga soling. Otlar bir bo'lakni to'siqlarni avtomatik yengadi va balandroq devorlarni sakraydi. Tezligi, sakrash balandligi va salomatligi tasodifiy variantga bog'liq emas. Maksimal sakrashi 5 blokni tashkil etadi. Otga yana zirh ham kiydirib qo'ysangiz bo'ladi. Maksimal salomatligi 15 yurak. Eshaklar bir blokni to'siqlarni o'tadi, lekin otlarga qaraganda sekinroq va unchalik baland sakramaydi. Salomatligi otlar bilan bir xil bo'lishi mumkin. Ularga chest qo'yib, qo'shimcha saqlash joyi qilishingiz mumkin. Ot yoki eshak jarohatlanganda juda sekin, daqiqada yarim yurak tuzaladi. Bug'doy, pichan to'plami, olma yoki shakar bilan tezroq tuzalasiz. Pichan to'plami eng ko'p shifo beradi. Olma yoki oltin sabzi ushlab turganingizda ular sizni kuzatib yuradi. Qo'lga olinganlarga bersangiz sevgi rejimiga o'tadi va nasl beradi. Ikki ot yoki ikki eshakni yaxshi xususiyatlar tez yoki kuchli bilan chachishtirganda yaxshiroq bola olishingiz mumkin. Eshak va otni chachishtirsangiz xachir yo'l chiqadi. Xachir eshaklarga qaraganda biroz tezroq va sakrashi yaxshiroq. Chest ham ko'taradi. Xachir nasl bermaydi. Haqiqiy hayotdagidek yangi xachir uchun yana ot va eshakni chachishtirishingiz kerak. Bu chiroqning yaqin qarindoshi suyagot, skeleton horse. Ular faqat momaqaldiroq paytida skeleton tuzoqlar sifatida paydo bo'ladi. Tuzoqni faollashtirganda zirhli skeletlar minib keladi. Kamida bitta skeletni o'ldirib, uning otini oling. Suyak otlar avtomatik qo'lga olingan bo'ladi. Faqat egar qo'yinga mining. Ular suv ostida va okean tubida ham minib yurishi mumkin. Suv tezligiga ta'sir qilmaydi. Skelet otlarda havo bilan muammo yo'q, lekin ammo o'yinchilarda bu bo'yicha muammo bor. Skeleton ot kunduzi yonmaydi. Ikkalasi ham bog'ich led bilan bog'lab, yoyi bo'lsa ham kuzatib yurishga majburlashingiz mumkin. Lama savanna plato yoki shamol tepalik biyomlarda paydo bo'ladi. Wandering traderlar bilan keladi. Xiyonatkor lama varianti ham bor. Lamalar unchalik xavfli emas, lekin
Hujum qilsangiz tupuradi. Yarim yurak zarar. Qo'lga olish otga o'xshash. Orqasiga sakrab chiqib, qayta urinib ko'ring. Qo'lga olingach yurakcha chiqadi. Pichan bilan tezlashtiring. Qo'lga olingach eshak kabi sandiq qo'yib saqlash uchun ishlatishingiz mumkin. Bo'shliq soni lamaning kuchiga bog'liq. Tasodifiy. Gilamcha qo'ysangiz har xil kiyim kiyintirasiz. Eng mashhuri kulrang gilamcha bilan ko'zoynakli lama. Wandering Trader'dan olingan lama o'z dizaynida keladi, lekin o'zgartirsa bo'ladi. Bog'ich bilan bog'lasangiz karvon hosil qiladi. Boshqalar, hatto yovvoyilar ham ergashadi. Maksimal 10 ta. Tuzilishi va nasl berishi pichan to'plami bilan. Yana bitta fakt. Lamalar bo'rilarni qo'rqitib yuboradi, haqiqiy hayotdagidek. Bo'ri, wolf 8 ta biyomda va 9 xil terida topiladi. Oddiy o'rmonda, janglda, savanna, mega tayga va hokazo. Pale wolf taygada, klassik, rassiy bo'ri janglda spawn bo'ladi. Padetol savanna platosida spawn bo'ladi. Qora bo'ri mega taygada spawn bo'ladi. Raw biyomda esa snowy wolf, shin wolf snowy taygada, chestnut wolf, gigant spresta. Ikkita bo'rining spawn bo'lish joyi unchalik uzoq emas. Chiziqli bo'ri badlandsda spawn bo'ladi. Woods wolf o'rmonda spawn bo'ladi. Bo'rilar ko'rinishidan unchalik ham xavfli jonzotga o'xshamaydi. Lekin ammo asosiy savol, qanday qilib uni qo'lga o'rgatish mumkin? Bo'rini qo'lga olish uchun bir necha suyak bilan yuz tugmasi bilan bosing. Hujum tugmasi emas. Yovvoyi bo'rilar neytral hisoblanadi. Hujum qilmasangiz ular ham qilmaydi. Lekin qo'y, tulki, quyon, skelet va bola toshbaqalarga hujum qiladi. Qo'lga o'rgatilgan bo'rilar siz hujum qilgan yoki sizga hujum qilganlarga hujum qiladi. Qo'lga olingan bo'rini o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Uning bo'ynida bo'yinbog'i bo'ladi. Bo'yinbog'ining rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bo'rining ikki xil holati bor: o'tirgan va sizga qo'shilgan. Sizga qo'shilgan sizning yoningizda doimo yuradi. O'tirgan holatda o'zi sizni kutib o'tiradi. Bo'rilar siz hujum qilgan har qanday hayvonga ham hujum qilmaydi. Creeper, Ender Dragon, ot shularga hujum qilmaydi. Ular lekin ammo boshqalarga hujum qiladi. Itni dumiga e'tibor bering. Itni dumi bu uning joni qancha ekanligini ko'rsatadi. Joni yo'q bo'lsa uning dumi yotgan holatda bo'ladi. Har qanday xom pishgan go'sht yoki chirigan go'sht bilan ham tuzaladi. To'liq sog'lig'i bersangiz sevgi rejimiga o'tadi va bola bo'ri chiqadi. Bo'rilarga name-tag yordamida ism ham qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ri zirhi 6 ta armadillo qobig'i bilan yasaladi. Armadillo qobig'ini qanday qilib olish mumkin? Bu juda ham oson. Supurgiga o'xshash narsa bilan olsa bo'ladi. Qo'lga olingan bo'riga uni qo'ysangiz bo'ladi. U kiyadi. Uni bo'yash ham mumkin. Chidamliligi 64 qo'shimcha qovoq bilan tuzaladi. Navbatdagi uy jonzoti tutqush parrot. Jungle biyomida juda nozik 3 yurak. Har qanday urug' bilan bir necha marta boqib qo'lga olasiz. Pecheniya bersangiz bo'ladi. Yuz bilan o'tkazib qo'yasiz. Yelkangizga chiqishi mumkin. Tez harakat qilsangiz qo'rqib ketsa tushadi. Dushman ovozlarini taqlid qiladi. Yuqori ovozda jukboxda musiqa qo'ysangiz raqsga tushadi. Navbatdagi aksolot. Lush g'orlarda suvda 5 ta rangda rasmiy timet qilinmaydi. Lekin tropical fish paqirini ushlab tursangiz ergashadi. Paqirga olib yursa bo'ladi. Suvdan tashqarida 5 daqiqa yashaydi. Nom qo'ying, aks holda despawn bo'ladi. Suv osti janglarda zo'r baliq, 8 oyoq va cho'kayotgan zombilarga hujum qiladi. Ular bilan jang qilganda mining fatigue yo'qoladi va sizga regeneratsiya effekti beradi. Zarar ko'rganda o'lik holatga soladi o'zini. Dushmanlar e'tibor bermaydi. Tropical fish paqiri bilan nasl beradi. Tulki fox tayga va snowy taygada spawn bo'ladi.
Tulkilar o'yinchilardan qo'rqadi, shuning uchun ular o'yinchilarni ko'rganda qochib ketishadi. Tulkini qo'lga olish yoki temet qilish uchun Sweet Berries sneak qilib boring. Avval ikkita tulkini ko'paytiring. Bola tulki o'zgach sizdan qo'rqmaydi va sizga hujum qilganlarga hujum qiladi. Zarari kam, buyum ushlab yuradi. O'tkir qilich bersangiz qo'riqchi bo'ladi. Bog'ich bilan boshqaring. Tuzalishi Healing Potion yoki Golden Apple Alley eng noyob Pilligar Outpost yoki Woodland Mansionda har qanday buyum bersangiz qo'lga olinadi. Sizni hamma joyda kuzatadi. Eng asosiysi olmaydi. Tuproqdagi bir xil buyumlarni topib sizga qaytaradi. Masalan, Sugarcane fermasida foydali tuya camel cho'l qishloqlarida egarni qo'yib minasiz. Tuyaning asosiy foydali tomonlaridan biri bu uning balandligi. Balandligi tufayli ko'plab hayvonlardan himoyalanasiz. Tuyani kaktus bilan ko'paytirasiz. Kengasi esa Strider. Nezerda lava okeanlarida egarni qo'yib minasiz. Lekin boshqarish uni Warped Fungus on a stick kerak. Tezlashtirish uchun yuz bosing. Overworldga olib chiqqaningizda sovuqotadi. Vizual suv va yomg'irda o'ladi. Warped Fungus bilan ko'payadi. Gast Antarktidada xavfli gaz. Bu boshqa gazlarga qaraganda xavfli emas va uni boshqarsangiz bo'ladi. Bu gazni Nether biomidan topsangiz bo'ladi. Buni topish unchalik qiyin emas. Uni shunchaki qo'l bilan ham sindirib olsangiz bo'ladi. Bu boshida Dread gaz hisoblanadi. Gazni xavfli gazga aylantirish uchun suvga qo'yasiz. Shuning o'zi kifoya qiladi. Keyinchalik u yosh xavfli gazga aylanadi. Uni kattarish uchun sizga qor to'pi kerak bo'ladi. Gazni ortingizdan ergashtirish uchun qor to'pini qo'lingizga oling yoki siz harness yasab hammani yursangiz bo'ladi. Buni yasash unchalik ham qiyin emas. Craftable'ga bir dona jun, 2 ta oyna va 3 ta teri yetarli. Shu bilan siz xavfli gazni bemalol haydab yurishingiz mumkin. 4 tagacha o'yinchi sig'adi. Layout yordamida xavfli gazga narsalarni ulash mumkin. Bu orqali siz bemalol narsalarni tashiy olasiz yoki do'stlaringizga hujum qilsangiz ham bo'ladi. Agar siz unga qayiq qo'ysangiz, siz bemalol 6 o'yinchini sig'dira olasiz. Yangilanish bilan birga qo'shilgan Nautiluslar haqida batafsil ma'lumot. Nautilus, Zombie Nautilus, Marjan Zombie Nautilus. Joylashuvi va paydo bo'lishi Nautilus barcha okean biomlarida 1dan 3 tagacha bo'lgan guruhlarda uchraydi. Suv osti mavjudotlar kamroq bo'lgan biomlarda ularni topish osonroq. Zombie va Marjan Zombie Nautiluslar cho'kayotgan Drought Mob Trident bilan paydo bo'lganda 50% holatlarda ular bilan birga paydo bo'ladi. Java versiyada bu ehtimollik 6%, Bedrock versiyada esa 15% ni tashkil etadi. Zombie Nautiluslar daryolardan tashqarisida paydo bo'ladi. Marjon Zombie Nautiluslar faqat ilk okean biomlarida uchraydi. Eng yaxshi joy ular okean xarobalarida topish osonroq. U yerda har bir binoda 0 dan 4 tagacha cho'kayotgan moblar paydo bo'lishi mumkin. Xususiyatlari va huquq-atori Nautilus passiv mavjudot. Agar uning ustidagi Drowned o'ldirilsa, zombi turlari ham passiv bo'lib qoladi. Ular Pufferfishga hujum qiladi. Uning zahriga chidamli. Agar o'yinchi Nautilusga hujum bo'lsa, u qarshi hujumga o'tadi. Quruqlikda ular o'yinchiga qarab tezkor sakrash, dash hujumini uyushtirishadi. O'lja drop o'ldirgandagi 5% ehtimol bilan 0 dan 1 tagacha Nautilus chig'anog'ining tashlaydi. Looting 3 sehri bilan esa 8% gacha. Zombi turlari esa 0 dan 3 tagacha chirigan go'sht tashlaydi. Nautilus quruqlikda uzoq vaqt yashay olmaydi. Nautiluslar salomatligi. Ular 15 tacha yurakka ega. Zombi turlari Smith sehri bilan ko'proq zarar oladi va quyosh nurida yonadi. Nautilus sovuti. Nautilus maxsus soat kiyish mumkin. Ular quyidagicha himoya beradi. Mis +4, temir +5, oltin +7, olmos 11. Nezrit 19 himoya. Nautilusni qo'lga o'rgatish uchun Pufferfish ishlatish kerak. Baliq ushlab
tursangiz, ular sizga 10 blok masofadan sizga ergashadi. Ikkita katta Nautilusni Pufferfish bilan boqsangiz, ular sevgi rejimiga o'tib, bola Nautilusni dunyoga keltiradi. Bolaning katta bo'lishiga 20 daqiqa oladi. Pufferfish bilan bu jarayonni tezlashtirish mumkin. Qo'lga o'rgatilgan Nautiluslarga egar qo'yib, uni suv ostida boshqarish mumkin. Ular xuddi tuyalar kabi sakrash qobiliyatiga ega, ya'ni dash. Zombi Nautiluslar oddiy turdan 10% tezroq nafas olish. Nautilusning qobiliyatiga keladigan bo'lsak, Nautilusda mingan o'yinchi Breath of the Nautilus effekti beriladi. Bu kislorod barini to'xtatib qo'yadi va u suv ostida cho'kishning oldini oladi.